Mahsulot tanlashda aynan shu 3 ta narsaga amal qiladigan bo'lsangiz, sizning sotuvlaringiz 10x oshishi aniq. Birinchisi bu trendga ahamiyat berish. Har doim siz mahsulot tanlayotganingizda trendni oldindan seza bilishingiz bu sizning sotuvlaringizni ko'tarilishiga olib keladi. Qachonki siz trend chiqishni boshlagan paytidagina bu mahsulot bilan sotuvga kirsangiz, siz boshqalarga nisbatan ko'proq foyda qilishingiz mumkin. Ikkinchisi bu tezkorlik. Har doim siz mahsulotni sotish uchun tezkorlikni amalga oshiradigan bo'lsangiz, ya'ni mahsulotni tezroq omborga yetkazib berish yoki mijozga yetkazib berishni amalga oshiradigan bo'lsangiz, sizning sotuvlaringiz har doimgidan qaraganda 2-3x ga oshishi aniq. Uchinchisi bu foydaga ahamiyat berishimiz kerak. Agar sizda kamroq pul bo'ladigan bo'lsa, maydaroq, narxi arzonroq, lekin ustiga ko'proq foyda qo'yish mumkin bo'lgan mahsulotlarga e'tiboringizni qarating. Agar shu 3 ta narsaga amal qiladigan bo'lsangiz, sizning sotuvlaringiz 10 barobarga oshishi aniq.